Bugungi o'yin judayam qiyin o'tdi. Hisob biz xohlagan hisob emas. Judayam xafamiz bu hisobdan, chunki baribir biz boshqacha o'ynashni xohladik, lekin to'g'risini aytish kerak. Baribir Portugaliya bugun bizdan yaxshiroq edi. Bu o'ylagan ko'rin. Lekin shunga qaramasdan biz oxirigacha harakat qildik, lekin nasib bo'ladi. Bizda judayam unaqa ko'p vaqt yo'q. Bu o'yinda unutib, bor e'tiborimizni ko'ngilga qaratishimiz kerak, chunki judayam muhim o'yin o'tdi. Ostak aytsangiz, germanlar butkul O'rta Osiyodan germanlik bo'lib, oyoqlacha germanlik qilishdi. Germanlarga qanday qabul tilaklarni aytasiz? Yoki Kongo bilan o'yinda qanday germanlik qilsak? Uchinchi o'yin hali bizda imkoniyat bor guruhdan chiqishga o'ylayman va Kongoga qarshi o'yin grupadagi eng muhim o'yin bo'ladi degan umiddaman. Xudo xohlasa o'yinda g'alaba qozonishimiz kerak. Abbos avvalambor assalomu alaykum. Shu agar bizni urgan gol hisobga olinganda shu qo'l qayd etildi va tekshiruvdan keyin o'yin tizgisi qanchalik o'zgarib ketishi mumkin edi? Bizga ancha oson bo'lardi. Bilmaymanki, agar o'sha gol hisoblanganda o'yin boshqacha bo'lardi, chunki bizda o'sha motivatsiya oshgan edi va lekin baribir bari bor. Varga qarab, agar hakamlar faol bo'lgan bo'lsa, baribir to'g'ri qaror qilishgan bo'lsa, ularga hech nima shikoyat yo'q. It's possible question on Russian. Скажите, пожалуйста, вот момент опишите, когда был гол, и после того, как его отменили, что-то изменилось в настроении? Ну, конечно, когда гол забили, мы все были уже в радости, и этот гол нас мотивировал, но после того, как судья решил посмотреть VR и изменил решение, ну, конечно, это нам не понравилось, и я думаю, если бы посчитали гол, то игра была бы совсем. А фол был? Я не знаю. Я там постарался отбирать мяч, но там VAR, вы можете посмотреть, там был или нет. Я еще не смотрел. Abbos bugun himoyada zich himoyalana olmadik va qarshi hujumlarga ham juda ozchilik bo'lib o'tdik. O'z Kanabaron o'yin uchun rejasi qanday edi? To'g'ri, bugun juda ko'p momentlarimiz ham bo'lmadi. Himoyada zich o'ynamaganimiz sababi o'ylayman. Baribir ular oldin hujumchilarning darajasi ham baribir juda ham kuchli va dunyodagi eng zo'r yarim himoyaga terma jamoaga qarshi o'ynadik. Baribir bu biz uchun katta tajriba bo'ldi va oxirgi o'yinga tayyorlanamiz. Bu o'yinda ko'p o'ylashga vaqtimiz yo'q. Lekin bitta narsa aytmoqchiman, men o'zbekligimdan faxrlanaman va mana shu bayroq ostida terma jamoamizni himoya qilayotganimdan juda ham faxrlanaman. Agar yutqizgan paytimizda ham, yutgan paytimizda ham borimizni berib, butun terma jamoa O'zbekiston uchun o'ynaymiz. What about Portugal's attack caused you guys the most problems today? Can you repeat? What about Portugal's attack caused you guys the most problems today? No, it caused a lot of problems to our defense because if you can see, they have a very big quality in attack. One of the best players in the history of football. They got Cristiano Ronaldo, and outplays. They got quality in midfield also, and it caused a lot of problems to our defense.